Hasharotlar faqat jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Tuxumlarning katta-kichikligi, shakli va rangi har xil. Ba'zi shiralar, tripslar, mayda pardaqanotlilar tuxumining kattaligi 2, 3 mm, chigirtkalarniki esa 8-10 mm va undan ham yirikroq bo'ladi. Tuxumlar usti silliq. Chigirtkalar, shiralar va boshqalarda yoki qirrali, torsimon, tunlamlar, oq kapalaklar va boshqalarda bo'lishi mumkin. Tuxumlarning shakli esa oval, ko'plab qongizlar va kapalaklarda, uzunchoq, chigirtkalar, temirchaklarda, bochkasimon, ba'zi qandalalarda va boshqa ko'rinishda bo'ladi. Ba'zilarining tuxumlarida band ham bor, masalan, oltinkozlar, shirinchalar, xaltstlar va boshqalar. Hasharotlar tuxumlarini bittadan va guruhlab ochiq yoki chuqurchaga joylashtiradi. Ko'proq o'simlikning barglariga todalashtirib qo'yadi. Bunda tuxumlar hasharotning qo'shimcha jinsiy bezlari tomonidan ishlab chiqarilgan suyuqlik bilan barglarga yopishtirib qo'yiladi. Hasharotlar tuxumlarini ko'proq o'simlik ichiga yoki o'simlik to'qimalariga botirib qo'yishi ham mumkin. Jumladan, toq ipak qurti kapalaklari tuxumlar to'plamini o'z ustidan sidirib olingan tuklari bilan qoplab qo'yadi. Olma kuyasi bo'lsa tuxumlar todasini qo'shimcha jinsiy bezi chiqindisidan hosil bo'lgan qalqov bilan suvab qo'yadi. Chigirtkalarning ko'pchiligi tuxumlarini tuproq ichida yasalgan kozachalar ichiga joylashtiradi. Hasharotlar qo'yadigan tuxumlar soni ham har xil. Shiralar odatda bir nechta, hatto ba'zi turlari bir dona, ko'pchilik tur hasharotlar esa ko'plab tuxum qo'yadi. Masalan, suvaraklar birdaniga 16 ta tuxum qo'yadi. Ular o'z tuxumlarini maxsus qopchiqqa joylab bir muncha vaqt sudrab olib yuradi. Uy pashshasi birdaniga 150 tagacha, hayoti davomida 600 taga yaqin tuxum qo'yadi. Asalarining malikasi bir kunda 3000 tagacha, hayoti davomida esa 10 ming ga yaqin tuxum qo'yadi. Termitlarning malikasi esa bir kunda 30 ming tagacha, hayoti davomida esa bir necha 10 ming lab tuxum qo'yadi. Tuxumlar miqdori iqlimga, ovqatning yetarliligi, sifati va boshqa ko'p sabablarga bog'liq. Ko'pchilik hasharotlarning tuxum hujayrasi urug'langandan so'ng rivojlana boshlaydi. Shuning bilan birga hasharotlar orasida partenogenez hodisasi ham keng tarqalgan. Jamoa bo'lib yashaydigan hasharotlar partenogenez orqali faqat erkaklarni hosil qiladi. Asalarilarning urg'ochisi bir vaqtning o'zida urug'langan va urug'lanmagan tuxumlar qo'yadi. Bu hodisa tuxum qo'yiladigan kataklarning tuzilishiga bog'liq bo'ladi. Ishchi arilar tayyorlagan kataklarning bir qismi boshqalariga qaraganda chuqurroq va boshqacharoq tuzilgan. Malikasi tuxumini katakcha tubiga qo'yish uchun qorin qismini siqib tuxum qo'ygichini cho'zadi. Shu tufayli urug' qabul qilgichning teshigi bekiladi va jinsiy yo'llardan chiqayotgan tuxumlar urug'lanmasdan qoladi. Bunday kataklarga qo'yilgan urug'lanmagan tuxumlardan faqat erkak arilar chiqadi. Boshqacharoq tuzilgan kataklarga qo'yilgan urug'langan tuxumlardan esa oziqning mo'bir ko'lligi va xiliga qarab urg'ochi, malika yoki ishchi arilar yetishib chiqadi. Ba'zi hasharotlar geterogoniya, ikki jinslik va partenogenetik nasllarning gallanishi yo'li bilan ham ko'payadi. Bu hodisa odatda urg'ochisi qanotsiz bo'lgan hasharotlar orasida uchraydi. Masalan, yoz davomida shira bitlarining partenogenetik yo'l bilan tirik lichinka tugadigan urg'ochilari rivojlanadi. Bu lichinkalardan faqat urg'ochilari rivojlanadi. Partenogenetik urg'ochi hasharotlarning oxirgi bo'ginning naslidan esa urg'ochi va erkak hasharotlar rivojlanib chiqadi. Urug'langan urg'ochi hasharotlar qo'ygan tuxumlar qishlab qoladi va bahorda ulardan yana urg'ochilari chiqadi. Ayrim chopsimonlar, yong'oqyasarlar va o'simlik bitlarining erkaklari umuman noma'lum, ular faqat partenogenez usulda ko'payadi. Ayrim hasharotlar, asosan ikki qanotlilar, lichinkalik davrida ham ko'payish xususiyatiga ega. Bu hodisa pedagenez deyiladi. Masalan, miastor pashshalarining lichinkalari birin-ketin pedagenez yo'li bilan lichinkalarning bir necha yangi naslini hosil qiladi. Chivinlardan galitslar lichinkalik davrida ko'payadi, ya'ni katta yoshdagi lichinkalar mayda lichinkalar tugadi. Keyingi nasl lichinkalari rivojlanib, erkak va urg'ochi hasharotlarga aylanadi. Urug'langan tuxumlardan yana pedagenetik lichinkalar rivojlanadi. Ba'zi hasharotlar, masalan, yaydoqchilarning ko'payishida poliembrioniya hodisasini kuzatish mumkin.
Bu hodisa tuxum hujayrasini maydalanish davrida bir qancha mustaqil rivojlanish xususiyatiga ega bo'lgan guruhlarga ajralishi va har bir guruhdan alohida lichinkalar rivojlanib chiqishidan iborat. Shu usul bilan bitta tuxumdan 100 tagacha, ba'zan undan ham ko'proq embrion hosil bo'lishi mumkin. Poliembrioniyaning biologik mohiyati parazit individlari sonini keskin oshirishdan iborat.